Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana yana bitta motoblok aravamizni yasab berdik. Chizimlarga hammasi qilib berdik. Mana Belarus motoblok Toptashdan 15 ta optikligida mana shunaqa xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Chizilini ham hozir qo'yib ketamiz. Sen skor sekin ekanda bu da. Mana bu chizili Belarus motoblok Zolska chizili bu. Xo'p. Buni ham 60-70 euro degan qilib mana zamok qilib berdik, kraska qilmadik. Hozir bitdi. Mana bu o'rtasiga chizil qilib betiga mana karshik ko'yladigan. Mana tushadi. Xo'p, o'zini plugi bor. Boshqa yana lapga qo'yib, 3 ta lapga qo'yib haydasa ham bo'ladi. Xo'p, kichkina plugcha qo'yamiz biz. Agarda bo'lib narsa ekamiz deganlar uchun betga zamok, samoden zamok yasab qo'yib berdik. Bu zamoklarni ham mana Zavodskoga o'xshatib, mana o'zinikiga o'xshatib, mana Zavodskoy zamogi mana ekan. Shunga o'xshatib zamok qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, lapga stoykalar mana Zavodskoy lapga stoykalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bu yil 2026-yildagi birinchi videoyimiz. Hammaga omad. Bu yil dehqonchiliklar yaxshi bo'lsin.